Assalomu alaykum, Arzon Avto kanali obunachilari. Hop, hafta kuniga yakshanba Farg'ona mashina bozoriga yetib kelganmiz sizlar uchun syomkalar qilgani. 2026-yil 10-may 06-07-01 narxlar bilan tanishtirib o'taman. Xo'p, shunisidan boshlaymiz. 06-84-yil. Holatlariga kelsak, chexol polilar bo'lgan. Barlari ham bor. Holatlari yaxshida. Oldilarini ham ochib qo'ying ekan. Orqalari temir metan. Zapaskалari. Oldilariga kelsak, motorlari yog' yemadimi, ortiqcha rasxod yo'q ekan. Motor holatlari. Ortiqcha rasxodi yo'q deyishyapti. Olasiz, menasiz hech qanaqa sarflamaysiz. Rasxodlari bo'lsa qilib qo'yishgan ekan. Orqadan ko'rinishlari. Hozir bitta like bosib qo'yamiz. Fikr mulohazalar kommentariyada qoldiramiz. Balonlar. 4 ta balon ham yangi degan, a? Yangi. 4 ta balon yangi qoldi. Nech pul aka bo'lishi oxiri? 2000 deyapmiz, 1800 qilib beramiz. 2000 deyishyapti ekan, 1800 qilib berishar ekan. Telefon nomerlar 90li 040 89 03. 040 89 03. Variant barter bo'ladimi? Yo'q. Pulga, naqd pulga. Faqat naqdga. Pul yetmay qolganlar 1-2 oy naqasi bo'ladi, razishamiz. Kelishamiz. Kelishilgan holatda ekan. Telefon qilib baraka qilib olishlaring mumkin. Video yoqqan bo'lsa hozir bitta like bosib qo'yamiz. Hop, akalar sizlar uchun o'z davrini legendalari bo'lgan Moskva chiqib qoldi. 88-yilda. Ochib bering aka. Hop, ichki holatlari.